Turpanlıqlarning ma'u gaplarini tushunalamasizlar do'stlar. Tunugun o'tasam qo'lchilik bir oliy maktabga savolishim telefon qilibdi. Turpan qo'ygan, ma gaplarni tushunamdim deb. Ham qiziqarlik bilinibdi-da, mazaq qilish emas. Hamda Turpanningmi, Xotaningmi, Qashqarning hamma yaniki o'zi shivisi bor. Unda o'z ma gaplarni tushunalamasizlar. Boshlaylik. Birinchisi, china. Bak kichik choy qo'ydigan piyol bor-ku, mushuni china deymiz. Ondan keyin piyolining chungi, bundoq yuğunaraqni turpanni gardin deydi. İkincisi, kichik sayaldiganni taqsa deymiz. Çoğunu legen deymiz turpanda. Kiçik javurni telenge deydi. Çoğun javurni das deydi turpanda. Manup qalsa şutini turpanni tatma deydi. Ma işkapning şoğurtmam deydi, tartmız emas, cuma tatma. Turpanning burunqi o'ylariga kelsak, asos jihatdan kan var. Kanning endi bir bo'shliq bor, ishdan kirib chiqadigan yerda. Bu yana boshqa riyalarda peshayvon deyish mumkin, lekin turpanni bu yana manda deydi. Ondan keyin ho'ylini turpanda orliq deydi. Orliqchimi? Orliq deydi. Tamoqlarning o'xshamaydigan ismlari bor. Masalan, pomsay. Momsayni turpanda pomsay deydi. Ondan keyin yumaloq chiqadigan yutaza deydigan chiq bir yerlarda. Buni turpanda jangza deydi. Yangza suy üpke. Boshqa bir yerlarda buni üpkim deydi, yangza suymi deydi. Turpanda jasuy deydi buni. Endi bizning mahallada shundoq deydi, jasuy deb. Jiq bir yerlarda shundoq deydi amaliyotda. Turpanni ma'nunga o'xshash lavxangwa deydi, boshqa bir yerlarda endi boshqa atalishi bormi, beshakchimi deb oldiki, buni turpanda bog'dun qo'g'in deydi. Buningdan kichigi bor. Kichik tatliq bundoq masalan uzumning baranglari usidigan. Mani o'ynag'o'sh deydi. Boshqa bir yerda nima deydi, men buni bilmayman. Turpandan hammadan jiq uzum chiqadiganligini hammamiz bilamiz, lekin atalishini nurg'un do'stlarimiz bilmasligi mumkin. Masalan, uzumniki shexini shox deymiz. Şung deymiz ras, şung deymiz. Ondan keyin üzümlikni tək deymiz, təklik. Tək degan üzümlik şucumu. Berib təklik verib desa, nurg'un do'stlarimiz nada bu təklik deb bilamay qamaylar. Ondan keyin boshqa yerlarda ujma deydi-ku, lekin turpanda jujam deydi. Darxinimi jujam deydi, mevasini jujam deydi. Jiq ujmalik bo'lib qolsa, jujamlik deydi. Lik degan qo'shimcha bor haqida. Mauni boshqa yerlar chayon deydi, turpanda eshak deydi. Haruvu qatıdığanımı işek, manımı işek deydi. Ondan keyin ma'nun o'xshash üzümliklarda tavoq qurib, mishada ballab odam chaqadigan bir narsa bor, buni turpanda bo'g'in deydi. Bu hasalarisi emas bu do'stlar. Hasalaristik, hasal yig'digan narsa emas. Buni bo'g'in deydi. Ondan keyin buning cho'ngi bor. Daraxtning qamoqlariga yoki yalan tishib qo'yib oldigan yug'uniga go'sh yeydigan. Mana turpanda zulpung deydi. Ondan keyin o'zimizning yerli shivsida ikkichoq dendungchani dendungchay deydi. Nurg'un dehqonlar biz mashina deymiz odatda. Mashina deydigan. Ondan keyin uch choqli bo'lib qolsa dampingchay deydi. Manunga o'xshash ilk sayo, chayo qo'ydigani bor, mani sallingchay deydi. Bizning kichigimizda shunday deydigan. Sizlarning tarafdan nima deydi, men bunu bilmaydi ekanman. Ondan keyin uyning uyisini turpanda tuva deydi. Masalan, turpanlarga berib qolsangiz, do'stlaringiz tuvi chiqib uxlayni bugun kechda desa, tuva degan nagin deb qamang. Uyning uyisimi, uyning uyisida uxlaymiz degan gap. Umashvog'il qo'noqning o'rnidan yoki oq qo'noq yoki bormi qo'noqning o'rnidan itidigan bir umashva. Buni turpanda jotang deydi. Hamda boshqa yerlar nima deydi, men bunu bilmaydi ekanman. Ondan keyin palak damdimani kungshinsay deydi o'dayma davlat tilida. Buni turpanda laqabi deydi. Ondan keyin qishlarda yani ko'lab ustini yeb qo'ygan bir yavog'i say saqlaydigan dehqonlarning uyida. Buni o'ra deydi. Hamda boshqa bir yerlarda nima deydi, men bunu bilmadim. Davlat tilida buni dijav deydi ekan qo'sh qilib. Bu filmni tuyuqsiz tatib qoldim do'stlar. Yana nurg'un gaplar bor, esimga kelmayotdi lekin. Mush filmni ko'rayotgan turpanliq do'stlarimiz bo'lib qolsa, tushib qolgan gaplar bo'lib qolsa, inkas rayoniga yozib qo'ysangizlar, boshqa yerlik do'stlarimiz bo'lib qolsa bilvasi bo'ldi do'stlar. Endi bu mazaqqonlik gap emas, turpanliq qarindoshlarimiz tillab ketmasin. Mama pichanniki tuyuq subishi degan kanat cho'ng'gan birinchi ayda bir o'yini film tatib chiqarib qo'ydim men cho'ng'a o'yini. Endi men Xotanda turpaqdayım, Qashqar turpaqdayım, Otish, Oqsu hamma yanik o'zi tushliq bir shevilar bo'ldi. Masalan, men Xotan turish jarayonida nurg'un gaplarni tushunamadim. Xotanlik qarindoshlarimiz ma'mundoq deb tushundir qo'ydi-ku. Masalan, yutum o'g'ri degan bishida ko'nglingiz kelgan kayni vaqanchada unda tilg'anliq gap emasga. Turpangam nurg'un yerlardan sayohat qilgan do'stlarimiz bor. Masalan, turpang kelgandan keyin malan ugunib oldi. Ugunib olgandan keyin ma gaplar chiqqandan keyin ha deb kallasida hech kimdan so'ramaydi. Mundaq eshkanda, mundaq bir narsaga bu debli kallasida bir o'qim paydo bo'ldi-da. Endi sizlarning turpandan boshqa yerdagi do'stlarimiz bo'lib qolsa, masalan, o'rtaq tilda o'xshamaydigan. Masalan, baydadan deb aytdim, bu shota deganni turpanda totma deydi. Boshqa bir yerlarda shotama deydi, balkim boshqa bir narsa deyish mumkin. Deganga o'xshash. Mushundaq gaplar bo'lib qolsa, inkas rayoniga yozib qo'ysangizlar, hammamiz ugunib olsak do'stlar. Ma'qulamsa, hammangizga salomat bo'lingizlar. Xayr xo'sh.